Xitoylik akamiz vinilni san'at asarida tortib qo'yibdilar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, har bittasini strelkasi bilan tushuntirib berganlar. Nima qilyaptilar, qaranglar. Vinil plyonkasini tortishdi. Ko'p usta aka-ukalarimizda qo'rquv bo'ladi, ishlamagan bo'lganligi uchun hech qanaqa qiyin emas. Akamizda raq bo'yicha, ya'ni liniya bo'yicha ishlab oldilar. Keyingi qismida o'rta chastini ishlaganlardan keyin etapma-etap yon tarafga o'tyaptilar. Yon tarafini qildilar, keyin yana past qismiga o'tdilar. Ya'ni o'rtadan ikkita chetga qarab ishlayaptilar, ko'rayotganinglardek. Bagaj qismida mana o'rta qismini ishlab oldilar, ko'taryaptilar va yon tarafini qilyaptilar. Faqat bitta shu narsaga e'tibor berish kerak. Vinil plyonkalarda ko'proq tortadigan bo'lsanglar, hammasida ham emas, ba'zi birlarda rangi o'ynab qolish ehtimoli bor. Ko'rganinglardek mana ortqichasini kesib, fara taraf ishlab oldilar, ko'tardilar, ozgina fellayaptilar, ya'ni sklatkalarni yo'qotib olish uchun ozgina figurani to'g'rilab turib, yana shpatilda ishlab chiqyaptilar. Bu yoq taraflarni ham xudo xolasa xuddi shunaqa ketma-ketlikda qilyaptilar. Hech qanaqa qiynalayotgan joylari yo'q. Da etap-metap qilsanglar, sizlarda ham xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi, ko'rayotganinglardek. Qani tushuntirishni ham strelkalar qilib ketma-ketligini zo'r tushuntirib bergan ekanlar. Nima deb o'ylaysizlar? Agar bizlarda ham rangli plyonkalarga ruxsat berib olishadigan bo'lsa, qanaqa rangda qildirgan bo'lardingiz mashinangizni? O'zingizning fikringizni izohlarda yozib qoldiring.